Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 8-may 2025-yil Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan toza qonli semental xunajillarimiz bor. Xudo xolasa video davomida qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib, holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bir donadan erinmasdan laykni bosib, Telegram gruppalarga chorva ishqibozlariga videoni padiletsa qilib qo'ysanglar, mana bunaqa sigir qilishga zo'r xunajin istaganlarga foydali ma'lumot bo'lib qoladi. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryapti turganlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Sementalda akalar, xunajillaridan 4 dona bor ekan, zo'rlaridan. O'zingizlar mana rang ro'ylarini, holatlarini ko'rib turibsizlar. Juda chiroylilaridan, hammasi zagonbop to'qol qilingan. Xudo xolasa to'ralasi sotiladi. Narxlar ham akalar yo'lda bo'ladi, savdo qilib olaverasizlar. Xudo xolasa yaxshisidan so'raganlarga. Mana bu tomonda ikkitasi bor. Shuni qaranglar, ranglari ham, tiniqlaridan hammasi. Xo'p, bular aka necha oylikdan necha oylikgacha? 6 oylikdan 11 oylikgacha. 6 oylikdan 11 oylikgacha. Eng yoshi 6 oylik. 6 oylik va Bir dona orqada turibdi. Hozir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana. Mana shu ikkitasi katta ekan shulari. Mana. Xudo xolasa tan joni sog'a. Hammasi sog'lom akalar, o'zlari ishqibozchilikka olib boqyap turgan xunajillari. Kecha yo bugun kelmagan yab-yada, sinovdan o'tgan behijolat. Eng muhimi tozalari, mana qaranglar. Haqiqiy 100 ga 100. Mana shu ikkitasi yirikroqi. Xo'p, bunulari endi o'rtanchalari. Bo'ylari eng kichiginiki necha kelib qolar ekan? 1.15 bo'lsa kerak. Eng kichigi 1.15 a? Kattalari 25 30 bor a? O'lchanmagan endi. Shu ikkala kattasi 1.25 1.30 dan kelaveradigan. Buqaga kelgandan keyin shinamol kelmaydi. Chunki otasi kelar, sakra bir-birini ustiga sakraydi. Mana ikkitasi. Olib ketib buqaga qo'shib yuborsanglar ham bo'laveradiganman. Xudo xolasa zo'rlari sigir qilaman deganlarga. Shu birinchi bolasidan pul uch ketadigan bularda. Eng yoshi bu tomonda. Xudo xolasa unisi ham juda chiroyli. Mana akalar, 6 oylik deganimiz. Xo'p, bunulari katta endi. Qo'ldan kelgancha ichkarida ko'rsatib qo'yapmiz, tashqariga olib chiqmadik. Ammo e'tiboshlari ham zo'r ekan, hammasini. Yaxshi boqilyapti ekan. Uzoqda olyapti akalar. Hali yaqinlashsa yugurib boryapti. Bitta shuni sal odamga kelaverar ekan. Mana postlaridan ashtaga ko'rinib turibdi. Xudo xolasa behijolat. Bir joyga olib sigir qilib olaman deganlarga birin-ketin sigir bo'ladiganlardan. Xo'p, bularga nech puldan narx aytamiz aka? Ular aka 24 desak qimmatroq asal. 23.5 dan bo'ladimi qo'yiq so'yog'iga? Mana o buqaga kiyapti isboti bilan. 23.5 dan. Ha, qo'yiq so'yog'iga. Katta kichigi bir joyga bo'lsa, Endi отдельно ham sotilaveradi. tanlashiga qarab, 23.5 milliondan akalar o'ta ham mana yengil narxda ko'rib turibsizlar. Qo'shma xunajillar. Xudo xolasa bir joyga oladigan odam bo'lsa, kelishtirib beraverasiz. Beramiz, kelishtirib aka. Dastlabkasini muammo yo'q aka. Bu to'shkaga O'zbekistonda hamma joyga boriladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraverasiz. Beraveramiz, kelishtirilgan holatda. Kelishilgan holatda. Gap yo'q. Mashinalar qatnamayapti hamma. Hammasini oyoq qo'llari butun a? Mana oyoqlari. Yosh narsalar akalar. Bir qo'ra. Shunday sigir qilib olasizlar.
Tezda aloqaga chiqaverasizlar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta olaman deganga ham, to'rovini bitta o'zim olaveraman deganga ham sotilaveradi akalar. Telefonda katta kichkina ko'rinishi mumkin. Kelib ustida ko'rsanglar, xudo xolasa kichkina bo'zaklar emas, mol bo'lib qolgan hammasi.